Azizbek To'lqinov, Qashqadaryo viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizbek, raqamlarni tanlashingiz mumkin. 2. Vatan tinchligin boshliq har yigitning burchidir, matonatli boshliq yurtning obro' kuchidir. Bir daqiqa vaqt ketdi. Yigitlar yurtning obro' kuchidir. Askarlar mehmon. Vatan tinchligin asrash har yigitning burchidir. Matonatli yigitlar, erkaklar, askarlar yurtning obro' kuchidir. Vatan tinchligin Marhamat, she'rni o'qing. Vatan tinchligin shu bo'shliqqa o'rnini topolmadim. Vatan tinchligin har yigitning burchidir. Matonatli yigitning yurtning obro' kuchidir. yigitlar Yigitning tepada yigit turibdi-yu. She'r mana bunday. Shu e'tibor qilsangiz topar eding o'g'lim. O'zi aytib turibdi-da. Asrash askarlar. Vatan tinchligin deb turibdi. Nima Lekin qilish? o'zi kelib turibdi. O'timlik. Shundoq kelib turibdi. Vatan tinchligin nima qilish kerak? Vatan tinchligin asrash. Voy topib. Har yigit vatan tinchligin asrash har yigitning burchidir. Matonatli askarlar yurtning obro' kuchidir. Shu she'r shu. Endi sharhlaymiz 2 daqiqa. Yigitlar bor ekanmi? Bu she'rni texnikasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu she'r sodda vazn ko'rinishda yozilgan bo'lib, 7 bo'g'indan iborat va B ko'rinishda yozilgan she'r hisoblanadi. Bu she'rning g'oyasiga to'xtaladigan bo'lsak, vatan tinchligini asrash har yigitning burchidir. Ya'ni vatan tinchligini asrash har yigitning burchidir. Matonatli askarlar yurtning obro' kuchidir. Ya'ni matonatli askarlar, ya'ni yigitlar, matonatli yigitlar, askarlar yurtning obro' kuchi, yurtning obro'si kuchidir deyilgan ma'noda aytilyapti. Va bu she'rning asosiy g'oyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu she'rda biz vatanparvar bo'lishimiz kerakligini shoir bizga ko'rsatib tashlab berar ekan. Bu she'rni o'qir ekan biz halollikni, vijdonlikni, vatanparvar, rostgo'y bo'lishimiz kerakligini shoir bizga ko'rsatib tashlab beradi. Va bu she'rda ya'ni biz yurtimizni himoya qilishimiz kerakligini, yurtimizga sodiq o'g'lon bo'lishimiz kerakligi g'oyalari ilgari suriladi. Bo'ldi. Hali vaqtingiz bor. Qolgan Oz va soz gapirdim deysiz-da, yetadimi? vatanimizni, bu asarda g'oyasi vatanimizni asrashligimiz kerakligini, biz xalqparvar, vatanparvar bo'lishimiz kerakligi g'oyalari asarda ilgari suriladi. Buyur. Kesma. Qani hakamlarimiz nima deyishyapti? Javobingiz.